Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi xonadonimizga kelganmiz. Obyektimizni 1 yil oldin qilib bergandik. Servisdan qilib bergandik. Remontlar yakunlanib qolgan ekan. Xo'p, bu xonadonimizga termoprofildan, termo 78 profildan ichki romlarni qo'yib berganmiz. Juda ham chiroyli chiqqan, panoramik holatda. Bu tomonimizda ikkita romimiz, glavniy kirish eshigimiz. Xo'p, obyektimizni eshik qismimiz tereska framichkali bo'lgan, romlarimiz splashnoy holatda bo'lgan. Tashqi ko'rinishga hech qanaqangi bir ta'siri yo'q. Chiqqandan keyin, bitgandan keyin juda ham chiroyli, o'ziga yarashgan holatda chiqadi. Ranglar sheferiskiy seriyada 1.8 li shatlankalari bor. Usliniy holatda mana qangi lapchalar bilan birga berganmiz. Sababi splashnoy holatda bo'lgan, lambalanmaslikka juda ham zo'r. Shatlankalar ham neobishniy berilgan. Bitta chekkasi ochilish, o'rtasi panoramik holatda, ikkita romimiz, bu tomonda eshigimiz, ikkinchi etaj qismi bor. Glavniy kirish eshigimiz. Obyektimiz ichi juda ham chiroyli chiqdi. Termo 78 profilimiz, 3 kamera, o'rtasida poliamid qoplama, master italyanskiy zamon uchkada, ochilib juda ham zo'r. Xonamiz ichkari tomoni ham juda ham yorug' chiqqan, sababi panoramik holatda romlar tushgan hisobiga. Ichkari tomondan ko'rinishi. Eshigimiz framichkali, romlarimiz splashnoy holatda. Shatlankalar ham juda ham neobishniy, o'ziga yarashgan holatda bo'lgan. Pastki qismini yerdan 30 sm, 35 sm ko'tarib olganmiz, sababi xavfsizlik jihatdan juda ham zo'r chiqadi. Termo 78 romlarimiz. Obyektimizning ichki remontlari ham juda ham chiroyli. Bunaqangi lustralar bilan koridorimizga mana qangi rom qo'yganmiz, yo'riqlar juda ham zo'r o'tadi. Bunda ham ikkita chekkasi ochilish, termo profildan bo'lgan. Balkonlar bilan birgalikda ikkinchi etaj qismiga chiqqanimizda. Xo'p, bu tomonimizda ham o'sha romlarimiz tushgan. Termo profildagi romlarimiz, ikkita chekkasi ochilishli holatda, 1.8 li shatlanka aylangan. Eshigimiz framichkali holatda bo'lgan. Balkon chiqish eshigimiz. Balkon razmerlarimiz balandligi 2.90 atrofida bo'lganda, eniga 2.60. Ikkita eshigimiz. Termo eshigini ochib juda ham zo'r. Yo'riqli ham juda zo'r o'tadi. Bu tomonimizda ikkita romlarimiz tushgan. Suramiz servisdan ko'rsatilyapti. Bu ham ikkita chekkasi ochilish holatda bo'lgan, ikkita yo'riqli divanatlarning ochilish bo'lgan. Past qismi padakonli bo'lgan. Xavfsizlik jihatga juda ham zo'r. Kimga shunaqangi premium klassdagi xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Hozirgi kunda termo profillarimizda kvadrati $220 dan $280 gacha chiqadi. Fasoni hamda esa razmeriga qarab turib hisob-kitob qilib beramiz.